kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning durisiz, olam aro mehrida onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Kasalman demang, bolam kasalman demang, holi yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tamom bo'laman. Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Iltimos qilardik onajonimizga uzoq umr tilab, sog'lom chiroyli guldiroz qarsagiylari chalib qo'ysanglar.
assalomu alaykum deymiz va hammalarga xayrli kech va yoqimli kayfiyat tilagan holatda bugun xonadonlarga onajonimizni muborak kunlar, ya'ni tug'ilgan kunlari bilan tabriklab, farzandlari nomidan tashrif buyurdik va onajon sizni farzandlaringiz nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Ilohim umringiz uzoq, tani joningiz sog', rizq nasibingiz but. Ilohim umringiz uzoq bo'lib, ana shu farzandlaringiz vaqti sog'likni, rohatini ko'rishlik doimo sizga nasib etsin deymiz. Xuddi mana shunday yoshlik, go'zallik sizni hech qachon tark etmasligini va mana shu sovg'a qilingan sovg'alardek doimo qadrli, qimmatli bo'lishingizni tilaymiz. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Rizq nasibingiz but bo'lsin. Allohim necha yosh nasib qilgan bo'lsa, har bitta yosh shunday go'zallikda, chiroyda qabul qilishlik doimo nasib etsin. Mana shu sovg'a qilingan shirinliklardek hayotingiz doimo shirin bo'lishini tilaymiz va oranglardan mana shu tilaklarga qo'shiladiganlar bo'lsa, bitta chiroyli qarsaklar bilan qo'shilib qo'ysanglar. Hamma narsani ketma-ket bo'lasa, shoshmaymiz. Hurmatli mehmonlar, albatta bugun hamma chiroyli sovg'alar, chiroyli tilaklar bilan mana shu xonadonga tashrif buyurgan. Albatta hammaning ko'nglida yaxshilik va go'zal tilaklar albatta. Va hurmatli mehmonlar, biz kelgunimizcha adashmasam hamma chiroyli sovg'alarni topshirib bo'ldi va endi navbat onajonimiz uchun chiroyli tilaklarga. Qolgan mehmonlardan iltimos qilardik, sal harakatni kamroq qilib, iltimos, o'zingiz yaxshi sal bo'lsa ham tinglab berishinglarni. Agar imkoni bo'lsa. Kelishdingmi? Rahmat sizlarga. Telefonda kameraga olayotganlar bemalol telefoningizdan qo'yib, mazza qilib o'zingizlar ko'rsanglar ham bo'ladi. Ertaga yoki indinga har biringizni qo'lingizda mana shu video bo'ladi. O'zimizning professional operator yigitlar tomonidan. Faqat noto'g'ri tushunmanglar, mazza qilib tug'ilgan kunni ko'ringlar deymiz. Endi esa hurmatli mehmonlar, uzoq kuttirmaymiz, chiroyli tilak bildirishga tayyorlanayotgan mehmonlarimizni mikrofon taqdim etiladi va chiroyli tilaklar bildirishni kimdan boshlaymiz? Azizlar, onajonimiz uchun chiroyli tilaklarni kimdan eshitamiz? Kim birinchi? Keling, marhamat. Jizzaxli degan kursdoshlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mana shunday fayzli xonadonning mehmonlari. Mana bugun mana shunday xonadonning bekasi, malika dugonamizning, ya'ni kursdosh dugonamizning tavallud topgan kunlari. Biz mana respublikamizning turli viloyatlaridan bugun yetib keldik. Mana shu tug'ilgan kun bilan tabriklab, dugonamizga chin dildan samimiy, eng yuragimizning tubida yotgan istaklarimizni tilab qolamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Bahrom og'a bilan qo'sha qarib, farzandlari, nevaralari, chevaralarini ilohim baxt kamolni ko'rishlikni nasibi ro'za aylasin. Mana shu ikki biz uchun aziz bo'lgan insonlarni kelajakda Alloh faqat o'sha Baytullohga chaqirib, hajlarga borib, hoji bobo va hoji ona bo'lishlikni nasibi ro'za aylasin. Barcha dunyodagi yaxshi tilaklar mana shu ikki inson uchun. Bu ikki inson juda ko'pchiliklarga o'rnak bo'lgan. Mana shunday chiroyli oila qurib, mana shunday shirindan shirin, aqlli, bilimli farzandlarni voyaga yetkazib, mana hozirgi kunda jajji nevaralarni voyaga yetkazmoqda. Biz yana bir bor tabriklaymiz. Umrlaring uzoq bo'lsin. Nimaiki orzu-niyatlaring bo'lsa, niyatlaringizga yetingizlar. Mana bu yerda biz 10 nafar dugonalarimiz kelishgan. Kelinglar. Malikani oldiga kelinglar, tabriklagani. Xorazmliklardan tashqari. Xorazmliklardan tashqari albatta. Samarqanddan bor, Jizzaxdan, Sirdaryodan, juda ko'p. Kelinglar. Ana so'rashyapti. Salomat bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin, oqibatingizga ko'z tegmasin, Allohim. Baxtli bo'ling. Chiroyli. Kichkina bo'lsam sog'amsiz. O'zingiz kelganingiz sog'adi. Chiroyli qarsaklar bo'lib tursin azizlar. Baxtlilar qo'sha qarang.
Azizlar oraylarda yana tilak bitiradiganlar bo'lsa bemalol. Kim davom ettiradi chiroyli tilaklarni? Marhamat. Doğan günün bilen təbriklər. Bakamam bilen den yaşap, den kardeş. Bağlarını, aktıklarını, baktığına taktığına seyredip, ne niyette olsan niyetlerine yetkeysen. Təbriklimer çıkan, sağ geysen. Salomat bo'ling. Gülgar gapiraylar, Gülgar. Marhamat, azizlar kim davom ettiradi chiroyli tilaklarni? Onajonimiz yaqinlari, qarindoshlar, dugonalar. Təbriklimer, ömrünüz ufak olsun, rızkınız bütün olsun. Kudanı bergen yaşı devamlı olsun. Bakramam bilen kuşa karışın, Kudayım Hacı Mama, Hacı Baba buluşluk nasip etsin. Kanadanımızda hemşe toylar olsun, toy dep gelik. Təvəllüd gün dep, yaxşı günlər dep gelik hemşe. Baxtlı, saadətli, Kudayım şu oğul kızlarınızı, nevarələrini Erdağda bulup şularını kemalını baxtını görüşlük nasip etsin. İlbek oğlumsam Kudayım sağaman bulsun. Yine şu ibergen savgalarını yuvakı bolup tırpmız. Kudayım şu tapkalları yaxşı günlere versin. Hemşe ilini, dostu didar, dostu kadırdanlarını iş kılıp hemen Erdağ'ımda buluş nasip etsin. Oraylardagi chiroyli tilaklar bildirishni xohlovchilar bo'ladigan bo'lsa marhamat. Bunda qaranglar, chiroyli fotosessiya qo'yaylik. Keyin raqsga tushishga shoshilayotgan mehmonlarimiz ko'p ekan oramizda. Raqsni tashqarida davom ettiramizmi yoki ichkariga kiramizmi? Shunadami? Hurmat barcha mehmonlarimizni davramizga raqsga taklif etamiz sizlar uchun Kamila kuliydi. Assalomu alaykum. Onajon tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha yaqinlaringizni baxtidan sog'inib yuring. Marhamat, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Allah'dan diledim düştün koluma, Hudadan diledim düştün elime. Yazdır ata hanım dimelerini, erkele bütün çişse dövürlerini. Apalı gelmeye sıra künlüğe, apalı gelmeye sıra künlüğe. Yazdır ağa canım dimelerini, erkele bütün çişse dövürlerini. Yazdır ağa canım dimelerini, erkelemizin çişse dövlerini. Ay again.
kuş. Aylantın. Elinde güne king düğmesi katar. Katı kucaklasam sineme batar. Elinde güne king düğmesi katar. Katı kucaklasam sineme batar. Birini için şeytanlara batar. Birini giyince güllere bakar. Yazdır ağa canım düğmelerini. Erkeler zincir sebeplerini. Yeah. Ay. Yar geledi uzun uzun yol bilen. Hizmetinde çore bilen kul bilen. Yar geledi uzun uzun yol bilen. Hizmetinde çore bilen kul bilen. Taze yanık tip alsan gülümüyle. Taze yanık tip alsan gül bilen. Yazdır ağa canım düğmelerini. Erkele müzikçi sedevlerini. Aynen. Azam bilen çıktım aynı görmeke. Ay bakana kara balanı sövmeke. Azam bilen çıktım aynı görmeke. Ay bakana patlı balanı görmeke. Melek vergen appak güynek iğninde. Özür vergen appak güynek iğninde. Yazdır ağa canım düğmelerini. Erkelemizin cesedevlerini. Yazdır ağa canım düğmelerini. Erkelemizin cesedevlerini. Gel gel ey aynanin. Ah ah hey ah. Özüm aynanin aynanin. Ah ah hey ah. Gel gel koy aynan aman. Ah hey ah hey ah. Özüm aynanin aynanin. Ah ah hey ah. Limuzine karama. Ah hey ah hey ah. Yüzümüze kara boyunu ver. Ah ah hey ah. Limuzine karama. Ah hey ah hey ah. Yüzümüze kara boyunu ver. Ah ah hey ah. Ah ah hey ah hey. Ah ah hey ah. Akala kiştek ah hey ah ah hey ah. Ay. Hey. Kaşın karasına ah ah hey ah. Abdolaman arasını ah hey ah hey ah. Kaşın karasını ah ah hey ah. Abdolaman arasına ah ah hey ah. İçremin mi gelmemi ah hey ah hey ah. Bürünü parasına ah hey ah. İçremin mi gelmemi ah hey ah hey ah. Bürünü parasına ah ah hey ah. Ah hey ah hey ah ah hey ah. Ah ala kiştek ah hey ah hey ah hey ah. Hey. Ajoyib bo'lib turibdi, ajoyib. Milliy Xorazmda milliy navolar. Qalpa yo'nalishida, qalpa. Allah buyur aşeken ah ah hey ah. Yarım kalan kaşeken ah ah hey ah. Allah buyur aşeken ah hey ah hey ah. Yarım kalan kaşeken ah ah hey ah. Ben sevgen yarım ah hey ah hey ah. Yüreği bağrı taşeken ah hey ah hey ah. Ben sevgen yarım ah hey ah hey ah. Yürek bağrı taşeken
Geceklere karşında, geceklere karşında, üzülünce yaşında, kaybı ala başında, Geledi raşına, dikilmedi daşına, su geledi raşına, dikilmedi daşına, iki güne geliyorsun, iki güne geliyorsun, yüz güne yaşına, yüz güne yaşına. Qo'linglar, oyog'inglar, tananglar, joninglar bilan dard ko'rmasin deymiz. Tabiiylar sizga ham Alloh rahmatini bildiramiz. Va hurmatli mehmonlar, xizmatimiz yakunida yana bir bor onajonimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Alloh umringiz uzoq bo'lsin, tanajoningiz sog' bo'lsin. Allohim umr yo'ldoshingiz bilan birgalikda Allohim necha yosh nasib qilgan bo'lsa, har bitta yoshni mana shundoq chiroyli, go'zal umr va albatta oilangiz, yaqinlaringiz davrasida, fayzli davralarda kutib olishlik doimo nasib etsin deb o'zi shuni tilab qolamiz. Nasib kelasi yil albatta qo'shaloqdan qilib farzandlaringiz nomidan deyapmiz, Kaknus a'zolari. Qo'shaloqdan albatta bir daqiqa gapiring. Qulog'im tagida baqiryapsiz. Uzr-a? Ilohim kelasi yil albatta tug'ilgan kuningizda farzandlaringiz nomidan deya qo'shaloqdan haj safarga yo'llamalarni biz, ya'ni Kaknus a'zolari farzandlaringiz nomidan deya o'z qo'llaringizga kelib topshirishlik bizga, qabul qilib olishlik sizga, sovg'a qilishlik esa farzandlaringizga nasib etsin deymiz va mana shu tilaklarga qo'shiladiganlar bo'lsa bitta chiroyli qarsaklar bilan qo'shilib qo'ysanglar. Avvalambor, barcha mehmonlarimizga ham chiroyli tilaklarimiz bilan
har safar har gal ko'rishganimizda juda ko'tarinki kayfiyatda, yuzingizda tabassum, ko'zingizdan qalbingizdan mehr, xonadoningizda esa baxt, omad, tinchlik, xotirjamlik, salomatlik, totuvlik, baraka, daromad, sog'lik tark etmay qoladi. Har safar har gal ko'rishganimizda juda ko'tarinki kayfiyatda, yuzingizda tabassum va old tishingizni to'rtta oqlik ko'rsatib, jilmayib turgan holatda ko'rishlik doimo nasib etsin deymiz va hozir qarsak chaladigan qo'yinglar faqat va faqat pul sanab charchasin deymiz. Salomat bo'ling azizlar, sizlar bilan kaktus a'zolari bo'ldi deb o'ylashim rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'linglar.